Men Katerinaman. Katya deb murojaat qilsangiz ham bo'ladi. Mushuklarni yaxshi ko'raman. Shuning uchun bu ishni tanladim. Bu yerda har bir mushuk mening do'stim. Enaga mushuklar sonini tekshiradi, kundalikdagi yozmalar bilan solishtiradi. Mening eng yoqimli mehmonim Yuki. U juda aqlli va mehribon, lekin ba'zida qattiq qizg'anchiq. Ammo bu hammasi ularning jozibasi. Har bir yangi mehmon uchun qattiq me'yorlar bor. Pasport, emlanganligi, hayvon kanalaridan dorilanganligi va shunga o'xshash enaga bilishi kerak bo'lgan boshqa xususiyatlari. Keyin xona tanlash. Hatto premium xona tanlansa ham avval barcha qoidalar bajarilishi kerak. Katya mushuk hujjatlarini tekshiradi, keyin ma'lumotlarni ro'yxatga olish kitobiga yozib qo'yadi. Har bir mushuk ketgandan keyin xona to'liq tozalab, dezinfeksiya qilinishi kerak. Bu bizning asosiy qoidamiz: tozalik va xavfsizlik. Kun oxiriga yaqinlashgan sari mushuklar enagasi yangi xodimga barcha ma'lumotlarni yetkazib beradi. Chunki mushuklarning xavfsizligi eng muhim. Mushuklar mehmonxonasi ular uchun ikkinchi uy.